Do'stlar, yana salonga o'tib ketdim. Bormi? Do'stlar, men mashinani qaranglar, mo'yinkadan olib chiqdik. Eson-omon olib chiqib oldik. To'g'risi oson bo'lmadi, juda ham kir bo'lib ketdi. Oldingi kadrlarni ko'rsatamiz. Xo'p, sizlar bilan usta akalarga topshirdik. Endi kichkina har bitta detallarini yechamiz, mashinani umumiy sochib tashlaymiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek sideniyalarni yechib oldik. To'g'risi juda ham yomon ahvolga kelib qolgan ekan. Oyna mana labovoyni ham yechib oldik. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Bu labovoyimiz alishgan ekan. Sababi germetik bilan juda ham qattiq qotirilib, alyuminiyni chiqarish juda ham oson bo'lmadi, qiyin va qistirilib qo'ygan ekan, shtob labovoy uchib ketmasligi uchun. To'g'risi mana ko'rib turibsizlar, agar bu sideniyalarni ta'mirla olsak, ta'mirlaymiz. Agar bo'lmasam, Volgani sidenasini qidirib ko'ramiz. Labovoy ham xuddi shu narsa. Lekin to'g'risi juda ham ko'p xrom. O'tgan safar mana Jigulida ko'rdinglar, unda ham xromlari ko'p edi. O'sha savol, unga javob bermadinglar, kommentda yozinglar, nimaga aynan ko'p xrom ishlatilgan mashinalarda o'sha paytda. Sizlar bilan jarayonni birgalikda kuzatib boramiz. Bizdan uzoqlashmaylik. Retrokast faqat siz uchun.